Hurmatli surxondaryoliklar, mana Surxondaryoda Qiziriq tumanida labolar keldi, mana elektrolabolar. Endi bir obzor qilsak, elektrolabo haqida obzor qiladigan bo'lsak, buni sotuvchi tadbirkor akamizga telefon nomerlarini qoldiraman. Narxlarni ham o'sha telefon orqali so'rab bilasiz. Bu telefon nima deydi? Narx-navo har xil bo'lib turibdi. O'ynab turibdi. Shuning uchun men sizlarga mana shu summada desam, siz tadbirkorga siz shuncha summa deb yozib qo'ygansiz deb nima deb kichkina tushunmovchilik paydo bo'lmasligi uchun tadbirkorning o'zi bilan bog'lanasiz. Abdumalik aka deydi va uning yordamchisining telefon nomerlarini qoldiraman. Endi labo haqida, elektrolabo haqida to'liq obzor qiladigan bo'lsam, mumkin. Mana bu yerda o'tirgich suriladi, mana bemalol surib o'zingiz nazorat qilishingiz mumkin. Mana o'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin. Joylashtirasizlar. 500 kiloga mo'ljallangan, bemalol uyingizda ishlarni qiladi. Ixcham. Juda ham ixcham. Endi taxminan buni enini oladigan bo'lsak, taxminan 1 metr bor ekan. Taxminan yana 1 metr. Bemalol uning akkumulyatori, mana akkumulyatori, motori, miyasi va motor joylashganini ko'rishingiz mumkin. Demak, akkumulyatorlar eng muhimi gaz yoki bo'lmasam benzin demaysiz. Bemalol uyda foydalanaverasiz. Ochiratga gazga turmaysiz, qishda ham. Xullas kalom qulay har tomondan. Ular ham chiroyli, ko'rinishlari ham va sifat darajasi ham juda zo'r. Mana bunday oq chiroyli. Bu ham juda bir qulay ekan, chunki yaqinda minib ko'rdim, juda bir miyaqki ekan, mana bunday yumshoq. Momalarimiz deydi, buvilarimiz, buvijonlarimiz mana nevaralarini, dugonalarini olib yurganlarini ko'rdik. Mana shularda juda miyaqki va yumshoq, nima deydi, odamni ko'p ezib tashlamaydigan turib hisoblanadi. Mana deyarli hammasining savatchasi bor, qulay. Skuter hisoblanadi. Balonlari katta va sakadiskali. Ko'ryapsiz, sakadiskali. Qolay. Maslahat beramiz, sakadiskali. Deyarli hammasi sakadiskali bo'lgani uchun sakadiskali elektroskuter olishingizni maslahat beraman. Chunki bizning yo'llarimiz nima deydi, ko'p nima deydi, notekis bo'lgani uchun, ya'ni o'ydim bo'lgani uchun balon katta bo'lsa, unda nima deydi, chuqurlarga kirib chiqayotganda amortizatsiya berishi juda yaxshi bo'ladi va unda o'zingizni qulay his qilasiz. Ko'p nima deydi, sizni silkib bezovta qilmaydi. Mana ko'ryapsiz, mana bu hurmatli surxondaryoliklar, mana Surxondaryoda Qiziriq tumanida labolar keldi, mana elektrolabolar. Endi bir obzor qilsak, manzil haqida gapirib o'tsak hozir. Hurmatli yurtdoshlar, mana Surxondaryo viloyati Qiziriq tumanida manzilni ko'ryapsiz. Oshxona joylashgan, tepada bilyard klub. Bandxon tomonidan kelganda o'ng qo'l tomon, chap qo'l tomonda joylashgan. Ya'ni kelishda mana hokimiyatdan o'tgandan keyin chap qo'l. Bu tomonda Termiz Angor yo'nalishi bo'yicha kelgan vaqtda o'ng tomonda joylashgan manzil. Bu yerda yangi labolar keldi. Ya'ni elektrolabolar juda zo'r, ajoyib. Undan tashqari elektroskuter, elektromuravay, kabinkali muravaylar, elektromuravaylar va motorli muravaylar joylashgan. Endi elektrolabo haqida obzor qiladigan bo'lsak,
Buni sotuvchi tadbirkor akamizni telefon nomerlarini qoldiraman. Narxlarni ham o'sha telefon orqali so'rab bilasiz. Bu telefon nima deydi? Narx-navo har xil bo'lib turibdi. O'ynab turibdi. Shuning uchun men sizlarga aniq mana shu summada desam, siz tadbirkorga siz shuncha summa deb yozib qo'ygansiz deb nima deb kichkina tushunmovchilik paydo bo'lmasligi uchun tadbirkorning o'zi bilan bog'lanasiz. Abdumalik aka deydi va uning yordamchisining telefon nomerlarini qoldiraman. Endi lobo haqida, elektron lobo haqida to'liq obzor qiladigan bo'lsam, juda eshiklarni ham qarang, eshiklar yopilishini qarang. Shumka qilinganday, mana. Ko'ryapsizmi? Juda bir yengil yopilib ochiladi. Bokovoylari bor. Derazalar mana ochib yopilishi juda yumshoq. Rollar ham burilishi juda yengil mana. Mana ko'ryapsizmi? Mana. Juda bir yengil buriladi mana. Mana. Juda ajoyib qilib ishlangan. Mana bu yerda tablosi bor. Hozir tablosini yoqamiz. Tablosini yoqamiz. Mana bu yerda tablosi berilgan. Tablosi tezlikni ko'rsatuvchi, zaryadni ko'rsatuvchi va bosib o'tgan kilometrni ko'rsatuvchi. Orqaga bosganimizda orqani ko'rsatuvchi kameralarigacha bor. Hozir ulanmagan ekan, buniki e'tibor berasiz. Oyna archichlari bor. Mana. Oyna archichlari bor. Mana shamollatgich ventilyatorlari bor. Mana. Shamollatadi mana. Ko'ryapsiz? Va mana bu yerda pechkasi ham bor mana. Bu ventilyator, bu pechkasi. Faqat lyuklari yo'q. Juda ajoyib tepalari ishlovi berilgan. Bu yerda magnitofoni ham bor ekan. Mana bu yerda USB Bluetoothga bog'lanadigan magnitofonlari va bu yerda karnaylari joylashgan. Mana bu yerda juda bir ajoyib gaz tormozlar berilgan ekan. Qarang. Bizda bilsangiz qo'l tormozi bo'ladi, qo'l tormoz. Qo'l tormozni o'rnida mana bu yerda oyoqni bosib, mana buni tirab qo'ysak, mana qo'l tormozi vazifasini bajaradi ekan va harakatlanish nima deydi? Qo'l tormoz o'rnini mana bu rechak vazifasini bajaradi. Qo'l bilan tortib o'tmaysiz, oyoq bilan bosib, mana bunday qilib ildirib qo'ysangiz bo'ldi. Juda ajoyib berilgan. Mana bu yerda D oldinga, N neytral va R ko'ryapsiz. Mana kameralar yondi mana. Orqa tomonda ko'rsatuvchi kameralar yondi mana. Orqaga bosganingizda mana kamera yonib, orqani bemalol ko'rib turasiz. Bemalol yosh bolalardan 2 kishini olib yurishingiz mumkin. Mana bu yerda o'tirgich suriladi mana. Mana. Bemalol surib, o'zingiz nazorat qilishingiz mumkin mana. Mana. O'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin. Yana joylari nima deydi, yumshoqroq. Endi nima deydi? Bivayda emas u, endi xazayishtenni uyimizga, o'zimizning uylarimizga bo'ladigan nima deydi, elektron lobo hisoblanadi. Juda yengil. Rollar burilishi ham, signallari bor. Bu yerda dalnilari bor, avarinkalari bor mana bu tomonda. Mana yoqqa tushirgan. Mana avarinkalari bor. Mana ko'ryapti. Avarinkalari bor mana. Bu tomonga tushirgan. Mana yerda dalni blижний svetlarni yoquvchi moslamalari bor mana. Ключатлari bor. Dalni qilib yoqadigan. Endi buni o'chirib qo'yamizda, buni o'zini mana to'liq akkumulyatori qanday joylashgan va nechilik motor shoxda obzor qilamiz hozir. 500 kiloga mo'ljallangan. Bemalol uyingizda ishlarni qiladi. Ixcham. Juda ham ixcham. Endi taxminan buni
Endi 1 metr uzunligi taxminan hozir aytamiz. 3 metr, 3 metrdan oshiqroq, 3 metr, 3 metrdan oshiqroq uzunlikka ega. Bemalol uylarda, xonadonlarga, uyga ichkarigacha kirib borib, ishingizni bemalol bajaradi. Endi buni mana bu yerdan kabinka nasıl yukxonasi ko'tariladigan joyi yechiladi. Bu tomondan ham yechiladi. Uni hammaga ma'lum. Va uni ko'tarsak mana. Bemalol uning akkumulyatori mana. Akkumulyatori, motori, miyasi va motor joylashganini ko'rishimiz mumkin. Demak, akkumulyatorlar 6 ta akkumulyator joylashgan. Hozir ko'ramiz. Miyasi 1000 wattlik ekan, motor ham 1000 wattlik ekan, ya'ni 1 kilowattlik motor hisoblanadi. Reduktorlar joylashgan, juda ixcham. Mana orqa kameraning kabellari 6 ta akkumulyator joylashgan. Akkumulyatorlarning endi amperni bu holatda bilish qiyin. Olsangiz baraka topib foydalanasiz. Bir xonadonni obod qiladigan mashina hisoblanadi. Juda ham bo'sh, miyaqki. Nima deydi? Amortizatorlari juda zo'r. Eshiklarning yopilishini ko'ryapsizmi mana? Hech qanday shovqin yo'q mana. Ko'ryapsizmi? Mana. Juda bir ajoyib. Nima deydi? Agar otangizga olib bersangiz, nevaralar bilan bemalol u yoqqa yuradi. Sovuqlarda ham juda ham bir qulay. Sovuq demaysiz yo issiqda boshdan issiq o'tib ketdi demaysiz. Eng muhimi gaz yoki bo'lmasam benzin demaysiz. Bemalol uyda foydalanaverasiz. Ochiratga gazga turmaysiz qishda ham. Xullas kalom qulay har tomondan. Endi skuterlarga obzor beradigan bo'lsak, mana bu yerda har xil skuterlar bor, mana ko'ryapsiz, turma turgan. Buni narxlari haqida ham yozmayman hech qanday, chunki narxlar o'zgarib turibdi. Tadbirkorning telefon nomerlari va yordamchining telefon nomerlarini qoldiraman. Bog'lanib, narxlari haqida bemalol bilishingiz mumkin. Lekin har bittasi haqida obzor va ular haqida to'liq ma'lumot beraman. Mana ko'ryapsiz, bu yerda mana oldida savatchasi bor. O'zi deyarli hammasining savatchasi bor, qulay. Skuter hisoblanadi. Balonlari katta va sakadiskali. Mana ko'ryapsiz, sakadiskali. Qolay. Maslahat beramiz, sakadiskali deyarli hammasi sakadiskali bo'lgani uchun sakadiskali elektroskuter olishingizni maslahat beraman. Chunki bizning yo'llarimiz nima deydi, ko'p nima deydi, notekis bo'lgani uchun, ya'ni o'ydim bo'lgani uchun balon katta bo'lsa, unda nima deydi, chuqurlarga kirib chiqayotganda amortizatsiya berishi juda yaxshi bo'ladi va unda o'zingizni qulay his qilasiz. Ko'p nima deydi, sizni silkib bezovta qilmaydi. Mana ko'ryapsiz, mana bu skuterimizda orqa tomonida o'zining maxsus qutilari bor, o'tirgichlari qulay. Orqa tomonda bir kishi o'tirsa, bemalol kichkintoylaringizni mindirib bog'chaga yoki o'bujaga olib borishingiz mumkin. 2 kishiga bemalol bo'ladigan skuter hisoblanadi. Bu ham shundan. Endi mana bu yerga narxini yozib qo'yibdi. Bizda nima deydi? Bu yerda bizda bu kreditlar ham bor ekan, kredit bilan gaplashsangiz ham bo'ladi. Mana bunisi umuman boshqacha. Oldi diskalari, buni ko'rib turibsiz, oldi diskalari oddiy temirdan ekan. Bu nisbatan arzon bo'ladi. Chunki o'zining sifat darajasiga qarab narxlar belgilanadi. Ko'ryapsiz, ayniqsa buni bolalarimiz bemalol haydashi mumkin, tezligi past. O'zingiz bilasiz, yaqinda prezidentimizning qarori chiqdi, skuterlardan
hech qanday hujjat talab qilinmasligi to'g'risida. Menga yoqqan elektroskuterlardan yana bittasi mana bu ikki ko'zli farasi, oldi farasi ikki ko'zli hisoblanadi. Juda ham bir qulay. O'zim ham olganman bundan. Sababi tezligi ham normal, 4 ta akkumulyator ketadi. 4 ta akkumulyator ketadi. Juda yaxshi sifatli berilgan. Tablosi rol bilan qo'shilib ketgan mana. Yo'qda. Qarasangiz mana hozir quyosh chiqib turibdi. Rol bilan qo'shilib ajoyib dizayn bergan. Yaxshi tomoni buning yashiga 2 ta hisoblanadi. Yashiga shoshmay tur, yashik nima deydi? Xonasi bor. Buni o'tirgichining tagida ham xona bor. Mana hozir ko'rsatishingiz mumkin mana. Mana. Bu yerga ham mayda-chuyda solishingiz mumkin. Mana bu yerga ham mana bu tomonda ham ochgan. Xuddi shuni o'zidan olganman men ham. Juda bir qulay, bemalol bu yerga narsalaringizni solib qo'yishingiz mumkin. Mana oldi tomonda ham yashigi bor, ham yashik, ham yerda hujjatlarni solib qo'yish uchun maxsus nima deydi? Bardochak deydimi? Xullas kalom shunday qulay va nima deydi? Yurish ham juda ham miyaqki, buning ham juda yumshoq hisoblanadi. Bu skuterlarimiz hammasi har xil dizaynda kelgan, hammasi ham elektr tokida yuradi. Faqat mana bu chekkada joylashgan mana bu skuterimiz benzinda yuradi. Ikkovi ham benzinda yuradi. Benzinda yurib tez haydashni istovchilar mana shuni olib A pravaga ega bo'lish kerak albatta. Buni haydayotganda A pravaga ega bo'lgan shaxslar bemalol kelib olishi mumkin. Buning ham qulaylik tomonlari bor. Ko'rishingiz mumkin. Dizayn bo'yicha ham bogati deydi-ku. Bogati boyitilgan. Mana oyna faralar har xil nimadan himoyalangan, maxsus ishlab chiqilgan bir chiroyli dizaynda chiqarilgan. Mana bu yerda dalni blejni qilinadigan ikki xil sveti bor. Tirgamalari ham juda bir ajoyib berilgan. Orqa tomonlarida xonalari bor mana. Ko'rishingiz mumkin. Buni oluvchi kishilar nima deydi, kam uchraydi, sababi uzr kechirasizlar, mana bunisi motorli ekan. Mana bunisi elektrli ekan. Hozir bilib qoldim, mana bu elektr bilan yuradigan katta tezlikka ega 72 voltlik 6 ta akkumulyator bor. Elektr skuter hisoblanadi ekan. Albatta bular juda tez yuradi. 80-90 tezlikda yurgani uchun bularga ham albatta aprava kerak bo'ladi. Bu Armada motor hisoblanadi, elektr toki bilan yuradigan. Ana u Cavallo hisoblanadi. Baribir ikkoviga ham tezlik katta bo'lgani uchun 50 km/soat tezlikdan oshgan barcha transport vositalariga albatta A yoki B, C pravalar kerak bo'ladi. Ular juda zo'r boyitilgan. Endi narxlarini ham albatta so'rayotganlaringizda Armada elektroskuter deb so'rangizlar. Mana Armada, mana ko'ryapsizlar videoda. Nargisi Cavallo benzin bilan yuradigan elektroskuter hisoblanadi. Skuterlarimiz mana bolalarimiz haydasa ham bo'ladigan skuterlar bor. Juda ixcham, tezligi past bo'lgan. Albatta nima deydi? Katta yoshdagi nabiralaringiz albatta ehtiyot bo'lgan holatda, yaxshilab o'rgatgan holatda olib bersalaringiz yaxshi. Mana bu skuterimiz ham jigarrang mana o'tirishlarga ega bo'lgan ekan. Buning ham dizayni juda chiroyli ekan. Chiroyligini sababini keyin bilib qoldim. Armada Motors ekan mana. Bu ham Armada Motorsning elektroskuter hisoblanadi ekan. Nima deydi?
yosh bolalarda qiziqadigan, qiziqtirib qo'yadigan elektrosko'zlar ekan meniki. Dizaynlari ham, fasonlari ham, faralari ham juda bir ajoyib berilgan ekan. Svet yoqqanda albatta chiroyli dizaynda, kechalari ham o'ziga tortadigan darajada chiroyli turadigan dizaynda ekan. Elektroskoter, elektromurovaylarning hali izi ko'p. Bu yoqqa kiramiz. Mana bu yerda ham elektroskoterlarning 3 oyoqli elektroskoterlar joylashgan. Mana ko'ryapsiz. Nima deydi? Buning izi ko'p hali. Biz bilan bog'laning. Tadbirkorlarimiz bilan bog'laning. Albatta istalgan turdasini topib beradi. Ko'ryapsiz, mana bu tomonlarda olgan. Mana bunday chiroyli fasondagilari ham bor. Mana oq dizaynlari ham chiroyli, ko'rinishlari ham va sifat darajasi ham juda zo'r. Mana bunday oq choyali. Bu ham juda bir qulay ekan, chunki yaqinda minib ko'rdim. Juda bir miyaqki ekan, mana bunday yumshoq. Ko'pincha momalarimiz deydi, buvilarimiz, buvijonlarimiz mana nevaralarini, dugonalarini olib yurganlarini ko'rdik. Mana shularda juda miyaqki va yumshoq, nima deydi, odamni ko'p ezib tashlamaydigan tur hisoblanadi mana shu elektro skuter, 3 oyoqli elektroskuterlar. Mana bularni ko'pincha bobolarimiz haydab yurganini ko'rdim. Bu ham juda ham zo'r. Qulay, tormoz urishgan turganda oyoq tormozlari ham bor, qo'l tormozlari ham bor mana. Qo'l tormozlari ham bor. Mana bu yerda narxlar yozilgan ekan, 8 million deb yozilgan ekan. Endi uni tadbirkorimiz bilan kelishib yurasiz. Bemalol kreditlarimiz bor. Bemalol yukxonasi bor mana bu yerlarda. Mana. Xullas qalam yukxonalari bor bu yerda ham joylashgan va qulay hisoblanadi. Mana bu yerda ham chiroyli elektroskuterlarimiz bor ekan mana. Bu ham shaka diskali, shaharga moslashgan, nima deydi, dizayni, fasoni juda zo'r bo'lgan elektroskuterlar hisoblanadi. Shu o'rinda yana shuni aytib o'tishim kerak. Olayotganingizda amortizatorlarga e'tibor berasiz. Albatta. Mana olayotganingizda hozir buni yechayotgan bo'lsam, ko'ryapsiz. Mana amortizatorlari bo'sh buniki meniki, ko'ryapsiz. Ko'ryapsizmi? Mana shularga e'tibor berib bemalol olishingiz mumkin. Mana hammasi juda yaxshi berilgan. Amortizatorlari joyida. Ko'rayotganda baribir shunday qilib olganingiz yaxshi, chunki o'nqir-cho'nqir yo'llarda ko'p yurasiz. Amortizatori sizda nima deydi, ko'p siltanishdan, vilkaning sinib ketishidan oldini oladi. Mabodo muammo paydo bo'ladigan bo'lsa, mana o'zimning ustaxonam bor. Bemalol kelasiz. O'sha tadbirkorni albatta bizni manzilimizni beradi va bemalol kelib ko'rsatib ketishingiz mumkin. Bemalol sizga tavsiya beramiz, nima qilish kerakligi, hamma narsa haqida ma'lumot beramiz. Shaharlarimizga mo'ljallangan mana bunday skuterlarimiz ham bor. To'g'ri, baloni kichkina-yu, lekin shaharda bemalol. Bizda Navoiychilar ko'p olyapti bu narsani. Navoiychilar bemalol nonni manziliga dostavkada yetkazib berishda foydalanyapti. Eng qulay tomoni, yaxshi tomoni bu qishda bemalol usti yopiq, yonboshi yopiq, bemalol yurishingiz mumkin. Qulay, mana ensiz, mana bu tomondan olgin. Ensiz istalgan joyga kirib boradi. Ensiz bo'lgani uchun, undan tashqari mana bu yerlarda ko'tarib bemalol mahsulotlarni solib, ortib dostavkalarda bemalol foydalansa bo'ladi. Ayollarimiz, ayniqsa ayollarimiz uchun qulay. Bemalol minib haydab yurish mumkin. Bunga ham hech qanday hozircha hujjat so'ralayotgani yo'q. Bu yerda ham tablolari bor. Mana narxi bu yerda yozilgan. Narxi ham kelishiladi buning. Narxi ham jayam unchalik sizda nima deydi, qoniqtiradigan narx bo'ladi albatta.
Endi old tomondan tushirgin. Mana old tomonda ko'ryapsiz, dizaynlari juda zo'r. Faralari ham juda chiroyli berilgan. Ko'ryapsiz? Mana oyna artchlari bor. Yomg'irli kunlarda, qorli kunlarda bemalol yurishingiz mumkin. Bokovoylari bor, bemalol haydaysiz. Yaqinda bir tanishim mana shundan olgandi, bir zaryadi bilan 90 km yuryapman dedi. 90 kilometrga bemalol yetadi. Chunki motor kichkina motor. Yurish ham normali. 35-40 gacha tortadi. Bemalol dastavkalarda, uy xo'jaligida foydalansa ham bo'ladi. Nabiralar, bolalarimiz nabiralarini bemalol u yoqdan bu yoqqa olib yurishi mumkin. Sayrga olib yurishi mumkin, bemalol bundan nima deydi, olib baraka topib ishlatishingiz mumkin. Endi yangi yana bitta elektromorovayimiz kelgan ekan. Bu haqda ham obzor qilaman. Ochadigan bo'lsak, bilamiz. Mumkin nargis bo'lsa kerak. Ocharkan. Havola degan elektr 3 oyoqli kabinkali elektromorovaylarimiz ham kelgan. Bu ham nima deydi, qulay. Ya'ni ichkarida bemalol yerlab kelgan. Ichkarida bir kishi o'tirib, yoniga odam olsa ham bo'ladi. Mana bu yerda tormozni, bu yerda gaz ruchkalari bor mana. Oldi orqa 3 ta skorisi, tablosi, MP3si bor mana keyin. Oyna artchlari bor. Yog'ingarchilik kunlarda ham bemalol yurish mumkin. Va bu yerda oynalari bor va lyuklari bor. Yozda issiq kunlarda ham lyuklarni ochib bemalol yurishingiz mumkin. Ochiladimi? Keyin bundan tashqari mana kalt buraydigan bo'lsak mana. Bu yerda bemalol mana ventilyator ishlatamiz. Bu yerda pechka, mana bu pechka ekan, qarang. Bu pechka ekan. Isib ketsangiz mana ventilyatorlarni qo'shib terlashni oldini oladigan joylar. Xullas kalam kavola, elektron, kabinkali murovay hisoblanadi. Orqa tomonda ham bemalol 2 kishini, mana ko'ryapsiz, 2 kishini olib yurish mumkin mana. O'zining eshigi bor ekan mana. Bu ham 400-500 kiloga mo'ljallangan elektromorovay hisoblanadi. Kabinkali elektromorovay hisoblanadi. Mana bu yerlarda mana bular ham ochilsa kerak. Ammo ochiladi ekan. Mana bu yerda akkumulyatorlar joylashgan ekan mana. Akkumulyatorlari 6 ta akkumulyatori bor ekan. Demak 72 voltga yuradigan elektromorovay hisoblanadi. Bemalol bir oilani ro'zg'orda obod qiladigan elektromorovay hisoblanadi. Bu kichkina qattiqroq yopiladi ekan eshigi, lekin yaxshi. Nima deydi? Hamma narsa ham puliga yarasha bo'ladi albatta. Ventilyatorga boy mashina ekanda. Ayni o'zbeklarga mos bo'lgan elektromorovay hisoblanadi ekan. Mana bu yerlarda ham bitta shamol agyapti. Mana bu yerda ham bemalol sovutadi. Orqada turgan kishilarda ham bemalol sovutib ichkarida nima deydi, manzilga yetkazib beradi ekan. Qarang, mana bu harakatlanadi ham ekan, qarang. Xuddi o'zimizda 225 litr ventilyatorga o'xshab harakatlanadigan mexanizmi ham bor ekan. Ko'ryapsizmi? Mana bu tomondan boshqarilar ekan o'sha joyi. Bemalol harakatlanib shamollar berib turar ekan. Xullas kalam bir ro'zg'orda obod qiladigan elektromorovay hisoblanar ekan. Undan tashqari mana bunda benzinda yuradigan Alp Motors murovaylarimiz ham bor. Juda bir bogati, nima deydi, baquvvat qilib ishlab chiqarilgan ekan. Ko'ryapsiz, mana balonlari ham
nima deydi, amortizatorlari, benzin soladigan bachaklar mana 2 tonnaga mo'ljallangan ekan, qarang. Juda bir ajoyib ishlangan ekan. Bemalol telefonda bog'lanib, buning ham narxini so'rashingiz mumkin. Shuningdek, bu yerda ko'rib turibsiz, Armada Motors'ning elektro murovaylari ham joylashgan. Hammasi 1 tonna, 1,5 tonnalik elektro skuter murovaylari hisoblanadi. Va bir kishilik yana bir elektr murovayimiz joylashgan. Bu kabinkali, faqat roli ruchkali, ya'ni elektr murovaylarning roliga o'xshagan ekan. Kabinkali bo'lgan bilan buni ham narxlarini so'rashingiz mumkin. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli surxondaryoliklar, mana hammasi haqida birma-bir obzor qildim. Yoqsa albatta qaysidir elektromurovay, elektr skuterlarning birortasi yoki elektrolabolarning birortasi yoqsa, telefon raqamlarini qoldiryapman. Tadbirkorning bemalol bog'lanishingiz mumkin va u bilan narx-navolari haqida kelishib olishingiz mumkin. Avvalo kelib bemalol savdo qilib minib ketishingiz mumkin. Albatta kreditlar ham bor. Endi qanday usulda uni tadbirkorimiz bilan gaplashasiz. Xullas kalom, shoshilingizlar. Agar videom yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosishni unutmang. Agar kanalim sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Bundan da yangiliklarimiz hali ko'p. Butun Surxondaryo bo'yicha elektroskuter, elektromurovaylarning ehtiyot qismlari, zapchaslari to'g'risida ham sizlarga ma'lumot beraman. Unday bo'lsa, keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'lingizlar.